Cho'chqaga o'xshagan haykallarimizni afzal qilamiz. Qani ketdik. Voy, hamma biladi-yu, dovdirmisan, 0,5% deysan. O'ylama, men senga o'xshab dovdiribmasman. O'zimdan o'zim bilmaydigan narsalarni 0,5% deb qo'yadigan. Qarachi, o'zinglar qo'yinglar. Hozir men hushimdan ketib qolaman bu gapni eshitib. Yo'q, hop, nima qilayman? Qo'ygan bo'lsam qo'yibsan, hamma nima qilay? To'g'ri. Ham o'zinglar qo'linglar, 2 marta bo'lmagiga osib kelay o'zimni. Iltimos, gapingni yodlab kelib gapirgin. Yo, o'zing tushunolsam o'z gapingni. Hozir hamma o'ziga eng zo'rini topadi, unaqa bo'lmasayam. Qarada, men shunaqaman-da, bitta men shunaqaman-da. Heyja. Bella, o'zingniki va meni singlimga sakrash senga emas. Birinchidan senga emas meni ish. Ikkinchidan baby so'zini sen kopiya qilibsan, hate qilishni o'rganib hate qil. Idi nahuy. Yana o'sha xonimchaning gaplari. Unda nega o'zbekcha nomini olmoqchisan? O'zbekcha bo'lib. Tug'ilganingizda meni o'zi qildirishganmi? Chatanito. Yarmidirmish xuddi kiysa obke berishdi-da, bu gapim faqat sizga emas, sut egasi ko'p bunaqa vaqt ko'ryapman hammaga. Yo, o'zimni hattoki fikrimni bildirishim ham mumkin emasmi? Tushunmadim. Shunchalik ham dalda bo'lasizmi? Qarachi, bu onasi og'zidan ketmagan qizchani gaplarini o'qib, o'zinglar buni qanday tepaning kerakini bilib olinglar. Sandal beribdi, nima haqqing bor sizdan ketishiga? Aslida san emas, meni tiqadiga. Men sani deydi. Qoraman o'sha yerga. Bu video shundan iborat edi. Afsus, xafa qildirib qo'ygan bo'lsam kechiring, kelmayman. Bundan xohlatirlar.张牙舞爪，健身操，祝您健康，步步高，荣誉的。